Assalomu alaykum o'rtoqlar, bugun Saramali YouTube kanalida mana shu bolalarga qarshi kurashaman. Nima deysiz, tashlami? Ko'ramiz hozir. To'tma cho'chonman lekin. Chunki bular hozir yoshlar bulardan qaynab turibdi, qon, charchab qolishi mumkin. Yutqizib qo'ymaydi hech qanday yoshlarga. Bu videoda rahmatga yordam beradi. Bular akkauntlar chiqadi. Ancha o'zgarish известный bloger. Men yordam chaqirishga majbur bo'ldim. Hozir biz ham mana bolalarni olib chiqamiz. Nima deysiz aka? Bizda hozir birinchi challenge. Ulardan bitta tepada, bizdan bitta tepamiz. Ulardan bitta tepada, bizdan misol boshqa ishtirokchi bor. Mashqa bitta qilib, hamma gol hisoblaymiz. Bu birinchi zadaniya. Oxirida bo'lishini bilasizlar. Oxiriga qolgan joppa tepada. Men tasavvur qilmayman, o'zim yutqizsam mana shuncha bo'lib joppa tepishini menga. Molla nima deysizlar, kim yutadi? Kimligini qaranglar. Bu dargatsiz kimda bor? Mana Murod tepadi. Men og'iz so'z bo'lmaydi. Yaqin keldi birinchi. Keyingi gol bo'ladi. Keyingi gol. Uni o'xshami? Qaysi futbolist yoqadi? Ansifati. Fatih? Birinchi karantinda qolib ketgan. Davay aka, urish kerak. Yosh bola uryapti, siz urolmaysiz, bilmadim men. Molla nima deysizlar, rahmat ko'ra olinglarmi? Uraminglar. Senga yaqin kelmaydi. Ha, Boris. Voy. Nima qilamiz? Hozir jo'qa turamiz. Bu birinchi Tamam, kim endi? Sizda bo'lishib, birinchi Yo'q. Nima bo'lyapti? Gapir-ku. Yutaman-da, yutaman, ko'tini yoraman. Yutamiz. Assalomu alaykum. Kutini yorib tashlayman. Biz yutamiz, короче, hozir. Sen ana bolaga o'xshab kelsan, meni videoga olyaptimi dedi. Meni videoga olyaptimi? Bo'ladida. Uroliysanmi ish qilib? Uroliysan? Hammanglar 100% urasizlar. 100% diyu, nima bo'ldi? Mana ko'rasizlar, bolalar yosh avlod mashinadan osib balish chiqadi. Ular urolmayapti, men urolmayman. Cho'slar qanaqa urib yurdim. Hozir orada aldimman, dani tepada bo'ldim, tekrom. Bola bilishmayapti, fora berayotganimni. Mo'sh foradir bular, ne baxrom. Davay uka. Yaxshi tepding. Keyingisi gol bo'ladi. Aka, ikkinchisi o'zi uyaling. Ana yana ketdi ko'pda aka, yana ketdi. Nimasi bu? Sizda faqat emotsiya ekan aka. Yo'q aka, o'zingni urasanmi ish qilib? Shoshilmasdan tepgin-da. Ha. Etti bu uraman deb mana salom alaykum. Yutamiz biz. Nima? Salom alaykum. Mirshak maraka. Men ismimni har xil aytgan odam eshitganman, meni ismimni qusgan odamni. Men shu kungacha adashgan ekanman, o'zi boshqacha ekan lekin. Zo'r gap yo'q. Yo, men tushunmayman. Nega? Qochish kerak bunaqalarni. Korrupsiya hozir bor. Bu bolalarda pul yo'q aka. Hozir ham bitta aka o'tib ketdilar, yonida. Adasimi? Ma'ruf qo'ydani bola. Yomon emas, bundan qilib qo'liga salfetka bilan qo'li. Salfetka. Hop. Billa. Kimsan? Davay, eshitaman. Men bola jim bo'lib qoldi. Uravidilar dedim, urib qo'ydilar. Varatar o'zinglarnikida endi qo'yib beryaptilar. Nima bo'ldi? Qanaqa gol urdim? Oddiy gol urdim. Bundan qilsa salfetka bo'lib kirib ketmadi. Demak, devatkaga. Golni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Naq tep olaysan? Ha, tepa. O'zingga o'yinlaymiz. Davay. Yomon chiqardim lekin. Senga o'xshab tepmoqchi edim. Ya, adolat etgan qo'rmaganman. Mana bolalar biz o'yinimizni davom ettiramiz. Hozir Rahmat aka ekanlari. Davay, Rahmat aka teping. Nima deysizlar bolalar, rahmat ko'ra olammi? Yig'lab qo'shasiz. Qaranglar, Rahmat vahshiy gol urolmaydilar. Tanga ishonma, men qaramayapman men. Let's go! Yetdimi sizlarga? Nima qilyapsiz aka? Bular hammasi chapaqaymi deyman. Tayyormisan ukam? Shoshilma-da, qatga tepasan. Davay. Senga ishonaman. Qatlar bilan to'sdilar? O'zlari bilan to'sin. Boyagi udari повторi bo'ladi hozir. И shot hozir Q1, hozir Q1 qilib qo'yaman. Bu o'qishini bildim-da, atina shunaqa o'yin qilyotdim. Qani kimni gapi? Mana ketdi. Rolaysanmi? Davay. Oy. Nimasi bu? Nimani o'rgatishyapti sizlarga? Дорогой дневник, мне не подобрать. Bilasizlarmi?
nega men gol ura olmadim? Nimaga? Chunki prosta sarmal o'yayotganimga furi berdim, Jopbek turmasliklari. Ana. Keldi endi. Ana. Shu gaplaringga javob bera olasanmi? Javob beraman. Sigma qilishni bilasanmi? Ha? Sigma qilishni bilasanmi? Bilaman. Qilib ber bitta. Ana. Bo'l, chiqarib olaring komandadan bolam. Kapitan meni kim chiqazadimi? Chiqarib olaring bolam, bo'lmaydi bu. Hamma gol tomosha qilinglar. Aka, siz boyadan beri gol urasiz. Toni Kroos. Nima? Toni Kroos. To'pa to'g'ri, podacha edi bu aka. Mana shularni yoshida bo'lib qolsam nima deb o'ylaysizlar? Barsida o'yna olarmidim? Mana shu o'yinim bilan bularni yoshidaman. Nasafga ham chiqamiz. Operator bo'lsa. Davay polvon. Chapoyonmi? Bular hammasi chapoyon. Chapoyonlar talantli bo'ladi, bilasana? Mana shu bola gol ursa telefonimni berib yuboraman. Assalomu alaykum qiyshiq. Yaxshi. Sen kapitanmiding? Ne bolalaring tepa olmayapti. Bilmayman endi, yaxshi trenirovka qilmaganni. Ne trenirovka qilishgani qila olmaysan, sen kapitansan o'san. Bo'l. Bu bolani rostdan chiqarib olaring komandadan. Xo'rlayvermang, mening ham volim bor. Rahim aka, urasizmi bugun? Agar mana shu gol bo'lsa, bitta Nestondan u yo'q. Nima? Aka, futbolga tashing. Aka, urasanmi bugun? Hech kim urmayapti, sizlardan. Tayyormisan? Urasanmi? Bosish kerak. Davay. Bitta san ur hech bo'lmasa. Mana shu gol xudo xohlasa. Hey, akajonga tegdingiz siz. Gol, gol. Sizdan отписка boraman, gol urmayapsiz. Yuguravering. Agar sen buni ko'rayotgan bo'lsang, mana shu golim senga bag'ishlayman. Demak, u qiz sizni yomon ko'radi yoki siz uni? Kapitan kelmagan. Voy? Kapitan man Kelmagan, bugun kelmagan. Bunchalik. Emas. Aldoqchi. Aldoqchi. Nima aldoqchi bo'lsa? Xo'p, mana 7 bo'lsa kapitan. Qani kapitan kelmadigan bola qani? Qaysi biring? Ke. Hamma ikkinchi kapitan. Shu kapitanmiz. Bizdan kapitan yasa oldida. Nima qildi? Ukan, mana ikkinchi kapitan. Yasa oldi bu. Sen yasa olding. Ha, bu yerda nimadir o'rgatyapti mana bola. Tochni uradimi? 100% urasanmi? Aldamalaring unaqa. Olti A sinf bormi? Bor. Qaysi san nimada o'qiysan? Dedi. Qaysi qiz yaxshi ko'rasan? Kim yoqtirdimi? Kim yaxshi ko'rasan? Ha? Kim yaxshi ko'rasan? Kimni? O'zing yaxshi ko'rmaysanmi? Ha, o'zim yaxshi. Bo'pti, mana sizlarga bolalar fori, chapoy tepaman. Ha, yiqilib tushadi chapoy. O'yinda? O'yinda? Futbol o'ynaymiz. O'yinni sizlarni yutamiz. Nechiga o'ynaysiz? 2-2 o'ynaysanmi? Ha, o'ynaymiz. 3-2. Nimadan? 2 qilsa nima qilasan? Mana telefon beraman. Bola oshaman. Mola oshib. 50 ta juvon yoqdi. Uch linigacha bola oshasan, bo'ldimi? Bo'ldi, men. Ha, Sen keyin o'ynaysan, to'g'rimi? Sen keyin. Nima deyishyapti? Tushunmayapman. 2-2. Aka, bitta ur. Kelayotgan bolaki, yaxshi debdi, yaxshi. Aka, o'zingizsiz bo'l aka. Katta treneri bormi? Mana shu golim senga bag'ishlayman. Bechora sevgilingiz ham o'lib ketdi-da, bor. Voy. Marta qo'y beryapti. Mana bu to'kkan do'sti. Aka-ukachilik do'sti. Aka-ukachilik. Qarindoshlik hammasi. Suv. Точнimi? Voy. Nima qilamiz? Yaxshi endi. Nima qilamiz kamerani? Meni uyalasan, qiz bolamiz. Qiz bolani. Uyalmaydi, mushuk bo'linglar. Qanaqa bo'ladi? Uyalmaydi. Ne boy uyalib ketib olding bo'lmasa? Uyalmadimi? Bo'ldi, bas sinib ketdilar. Oxirgi bola qoldimi? Bo'ldi. Shot nechi? 3-1. 3-1. 3-1. Uchinchisini Rahim aka ona uchun tiqordi. Mana, davay. Que oxirgisimi? Okey.
Ikkinchi qatlaydi bu bola. Ikkitaga hisoblayverardi lekin bor mana shuni. Qaysi bola debdi mana shu bolani? Bu sen bugundan boshlab Bunyod Paxtakor. Paxtakorga o'zi birinchilik akademiyaga olib. Da, uydagilarga salom. Salom, etish vaqti bor. Yaxshimi, kurtu? Yaxshimi? Salom ber. Sizlarni ko'rayotgan uydagilarga Salom. Adagada salomda. Mana shu bolaga, hammaga tilab qolaman, shu yaxshi futbol solib ketaylik. Xudo xohlasa futbol solib ketsanglar, biroz eslab telefon qilarsiz. Telefon qilaman. Ha, обязательно. Qo'y berarkanlar. Rahmatga sizni ko'p gapirishdi. Eshittasizlarmi yo'qmi? No, aytib qo'yish vazifam. Как бы tashlab qo'ymanglar. Erinchoq bo'lmasanglar, hammalardan yaxshi futbol chiqarib xudo xohlasa Husanovga o'xshagan. Biza padashga qilamiz O'zbekiston. Olg'a. Bu kelajakda hali 75 legenda. mana shuncha ma'noli gap gapirdimda, hamma zo'rg'a deb, men 70 ta. Bizda oxirgi zadani 3 ta odamga bitta men chiqaman. Bu 3 ta odamga Rahim aka chiqadilar. Bo'lib tugaydi. Bu 3 ta ochkodan bo'ladi. O'shaning uchun agar bular bizani yutsa, misol biz gol ura olmasak, bularga 3 ta ochko yoziladi, bo'ldi. Shu bilan o'yin tugaydi. Davay, ketdi. Hozir bu bolalar bilishmayapti. Bu bolalarga katta shans. Shu yutish uchun bularga motivatsiya bo'lish. Hozir biz просто gol ura olmasak, bularga 3 ochko yoziladi. Qaranglar, hozir futbolni chotlaridan o'tkazib hisoblarni ko'ramiz saraman. Voy, nima deyapti? Ket 2-3 o'ynamadi, 3-ga o'ynadimi? Nima bo'pti? Amal urishyapti o'zi bilan o'zi. Rahim aka. Aka qiynalsangiz kerak. Yo'lda yiqilib qolmaysizmi ishqa? Ana o'zi charchab qolibdi. Hansirab gapir. Yoshligimda Paxtakorga email etganman. Hozir yana bitta shans bor-da, men Paxtakor. O'shaning uchun sevgilikda o'ynayapsiz. Hozir bularni hammasini aldab, xudo xolasa gol urish kerak. Oy. Aka texnichniy. Ah, oyog'iga tep. Pijon! Biz urdik, 3 yozildi. O'shaning uchun bitta bola meni aldamoq. Kim aldaydi? Kel, davay. Mana shu bola o'ziga ishonyapti, ham ko'raylik. Bu ekstra raund. Aka, pijonmi siz? Nima qaramasdan tepasiz? Yaxshi, bu o'zini aldayapti. Короче, общий счетga biza 3-1ga, общий 3-3 bo'ldi. Короче, 6-4 ga yutdik. O'shaning uchun biz bilan joplar qilmaymiz. Endi yaxshi niyat qildik. O'shaning uchun futbol ketsa biz xursand bo'lamiz. Yutganimizdan afsuslanmaymiz. Va bu sizlarga motivatsiya bo'lsin. Biz yutganimiz, o'shaning yaxshi futbol ketdi. Hammalarga omad. Yettinchi revanshda yana ko'rishamiz. 15 mingta like va bunaqa yoshlar bilan emas, уже yoshi katta 40 yoshlar bilan challenge qilaman. 15 mingta like bosib kanalga obuna bo'linglar. Yaxshi ko'ramiz.